Assalamu alaikum hörmətli izləyicilər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyası gündəlik xəbərlər proqramımızga xoş gəldinglər. Mən Hidayət Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlərimizin təfsilatında bolsun. Katolik dünyasının ən ali dini rəhbəri bolğan Papa Fransa'nın 24 noyabr günü Vatikan tarixida tunji qitim Uyğurlarning ziyankeşlikka uchrayotganligini ta'kidlashi dunyo matbuotlarida kuchli g'ulg'ula qo'zg'ab kelmoqda. Xalqarалық kishilik huquq tashkilotlari Papa Fransa'nın bu harakatini taqdirlash bilan birga bu hodisaning Uyg'urlar masalasining xalqarodagi zo'r bir burilish nuqtasi deb qaramoqda. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandimi bu munosabat bilan chet el matbuotlari qilgan so'zida Papa Fransa'ning Uyg'urlar masalasini bevosita tilga elishidan mamnuniyat his qilganligini. Gerçi Papa Uyg'urlar masalasini biroz kechikib tilga olgan bo'lsa-mu, ammo uning bayonlarining xalqaro jamoatchilikning diqqatini Uyg'urlar masalasiga jalb qilishda nihoyat muhim rol o'ynaydiganligini, shundaqla Xitoydagi xristian murtlarga va katolik davlatlarga zo'r ta'sir ko'rsatadiganligini bayon qildi. Dolqun Aysa apandi mundaq deb ko'rsatdi. Mustabid Xitoy hokimiyati faqat Sharq Turkiston xalqini majburiy dinsizlashtirish bilan qolmasdan, butun Xitoydagi boshqa dinlarga mansub xalqlarga besim va cheklash siyosatini yurgizib kelmoqda. Papa Fransa'nın xeylidan buyon bu masalada Xitoyga inkas qaytarmay sukut qilib kelishi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining tanqidiga uchrab kelgan edi. Uning bu qitim sukutni buzib Uyg'urlarning zulmga uchrayotganligini bevosita tilga elishi zo'r bir tarixiy hodisadan iborat. O'tgan oyda Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining boshlamchiligida Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbiri tarkibidagi Uyg'ur tashkilotlari Vatikanga birlashma imzoliq maktub yo'llab, Papa Fransa'ning Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarata jiddiy inkas qaytarishni talab qilgan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Joe Papa Fransa'ning Uyg'urlar masalasini tilga elishiga qarshi darhol inkas qaytarib, Papa Fransa'ning Uyg'urlar ziyonkashlikka uchrayotdi deyishi butunlay asossiz hukm. Uyg'urlar boshqa millatlarga o'xshashla barliq haqlardan to'liq bahramon bo'lgan holda baxtiyor turmush kechirayotdi deb bildirladi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu'nun 27 noyabr o'tkazilgan Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar ministrligining yig'inida qilgan so'zida Uyg'urlar masalasini tilga elishi va mazkur tashkilotga a'zo davlatlarning Uyg'urlarni o'z ichiga olgan musulmon millatlarning haq-huquqlarini qo'g'dashga chaqirishi muhojiratda yashayotgan Uyg'urlarni alohida suyundirdi. Bu Çavuşoğlu'nun tunji qitim Islom hamkorlik tashkilotining yig'inida Uyg'urlarni tilga elishidir. Çavuşoğlu yaqinda Türkiye parlamentining tashqi ishlar xomchut yig'inida o'qituvchi partiyalarning tanqidiga uchragan. Yig'inda İYİ partiyasining muavin raisi, parlament a'zosi Ahmed Kamal Er'Ozan tashqi ishlar ministrligini Uyg'ur masalasiga ko'ngil bilmadi deb ayblagan. Undan boshqa yana Türkiye parlamentidagi boshqa o'qituvchi partiyalarmi Türkiye hukumatini Uyg'urlar masalasida sukut qilib turib bilan ayblab kelgan edi. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi bu vaqtda qilgan so'zida Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu'ning bu jasurona harakatiga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan rahmat aytish bilan birga, uning bu bayonlarining boshqa islom allariga bevosita ta'sir ko'rsatadiganligini ifoda qildi. Hozirga qadar ko'plagan islom davlatlarining Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatiga qarata sukut qilib turib olishi va hatto ba'zi islom allarining Xitoyning Sharq Turkiston siyosatini ochiq-oshkora holda qo'llashi G'arb demokratik ellarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining izchil turda qattiq tanqidiga uchrab kelgan edi. Dünya Uyghur Qurultayining muavin raisi, Turkiyadagi Uyg'ur tadqiqot institutining qurg'uvchisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandi 29 noyabr yakshanba kuni chaqirilgan Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbirining video konferansida Uyg'ur milliy harakatining bundan keyingi strategiyalik yo'l xaritasi haqida maxsus ishki leksiya berdi. Doktor Erkin Akram 2 soatdan ortiq davom qilgan ishki leksiyasida Sharq Turkiston milliy mustaqillik g'oyasiga yetishning 3 bosqichlik strategiyalik plan programmalari haqidagi ilmiy taklif va planlarni tafsiliy bayon qilib o'tdi. Shuning bilan birga Uyg'ur milliy harakatini koronavirusi sababidan yangidan shakllangan yangi dunyo vaziyatiga qanday moslashtirib elib berishning konkret chora-tadbirlarini o'ttirg'a qo'ydi. Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbirining koordinatori va Dünya Uyghur Qurultayining muavin raisi Farhod Yo'ronqosh apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan bu qitimqi ishki konferensga 50 nafarga yaqin tashkilot rahbari ishtirok qildi. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi yig'inning yepilishida qilgan so'zida navbatda Sharq Turkiston masalasining rasmiy yuzida xalqaro zo'r bir masalaga aylanganligini, muhojiratda ilib berilayotgan milliy harakatimizning ko'lami va darajasining kundan kunga ish berayotganligini, shuning uchun xalqaro vaziyatga va davoyimizning yuzlanishiga mos holda strategiyalik va qadam bosqichlik yangi plan programmalarini tuzib chiqib, milliy harakatimizni muntazam va sistemli holda elib berishning to'limi zarur ekanligini va buning navbatdagi vaziyatning jiddiy taqozosi ekanligini ta'kidlab o'tdi. Hurmatli izləyicilər,
Noyabr ayının 5'ida Kanada Şarkı Türkistan Birliki Teşkilatı Kanada'da yaşayotgan Uyghur qeyrindaşlarımızla her şembe günleri aile boyunca nöbetleşip, Xitoy hokimiyetining Uyg'urlar qarta yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikka qarshi namoyish o'tkazish chaqiriqini o'ttirg'a qo'ygan edi. Shundan buyon bu xildagi namoyishlar Kanadaning Uyg'urlar biroz ko'p o'ltiraqlashgan Toronto, Vancouver, Edmonton shaharlarida uzilmay davom qilib kelmoqda. Bu chaqiriqqa asosan 28 noyabr kuni Kanadaning Edmonton shahrida oilasi bilan birga namoyish elib borgan Dünya Uyghur Qurultayining Kanadadagi vakili aktiv siyosiy faoliyatchilarimizdan Mukarram Qurbon xonim namoyish maydonidan o'zining yurak so'zlarini bayon qilib mundaq dedi. Salam, ben Mukarram Qurbon Kanada'nın Edmonton şehri Türk sözler bakımı. Sizin nerede başa 2019 yılı ben yazda hizmet Türkiye bağı vaktinde Lager şahidi Gülbar Cillahı'nı ziyaret ettiğinde bağlandı. Şu çağda biz Lager'deki şu ahvallarını Cıvlatlık sözler paylaş kızımlar Cıvlatlık anlagandık. Bundan bir gerçek kaldı. Şu ayarlarımızla grup Lager'ı ekirgen vakitte baskınçılıkın nomusunu tigip ekirip koygan vakitte ulan jığılap, azaplanıp hatta cennetin jak toyganı diyen vakitte şu Lager'deki yine bir gep kığıl olmaydı. Gep kığıl olmaydı. Şuna bakın piçirler birbirine cengi var ayarlarımız jığılmalar, cesur, batır turmalar bu Xitaylar bizim ruhumuzu sundamakçı. Aval Allah, onunkin vatan sırtındaki qeyrindaşlarımız bizden aman kutuldurdu. Biz bu Lager'ın takat kızdı da aşındak birbirine küç medet bergenken. Şu gap diyen vakitte ben naayet bir tesir kılmadı. Zırhlık elbette şuna mübarek hanımı hazırlıkça avazı olup gelip emniyet anlatıyorum. Bu benim her zaman kılkam caranlaydı. Bu kadın Dünya Uyghur Qurultayı biz eski Cumhuriyet günümüzde bütün dünya karakterde hem aileler, talak çıkmalarda bulmuşsa öyle olsun marşımızı koyup bayrak çıkıp öyle olsun tarafını hatırlayan olsak, şehitlerimizde yad etken olsak, şu Cumhuriyet günümüzde tebrik etken olsak diyen böyle teşebbüs oturup koydan bütün dünya şurada çıktı. Kanada Uyghur Cemiyeti'nin bu teşebbüs avaz kuşak Kanada'nın her kaç yerlerde çok küçük şekilde namaz yaptı. Hem Kanada Uyghur Cemiyeti'nin reis Tuygun Akbuyru'nun teşebbüsü bilen oturup koyuşu bilen aval 2 aylık heptilik namayışkız faaliyette oturup koydu. Bu Kanada'daki biz bütün halklar bunu doğru gördük. Şu noyabr günü başlayan edim. Bana bugün ben iki kızım bilen 3. haftasiga qadam koyduk. İnşallah devam kılımız, davatımız Kanada'nın soğuk günleri geldi. İnşallah müşahede bunu azramiya Xitay virüsü sebebinden tutsa adamlar çıkamaz ama yanına ütüp gidiyorlarının kullanımında çıkırışı, baba avazı kılışı maşında bazılarının soruşu bilen bir kuş aldık yalnız, hoş bulduk yalnız bir sorusunu okutudak. Müşahede devam müşahede durup İnşallah bu medyanımı özümüzü dikkatli tanıtansın da oylayımız. Hem de ben bulan deyişimdeki sebep Lager'dakilerin sözünü videoda görüp anlaş o başka yeni durup anlağa o başka geldi. Şunda azaplandık. Şununla ben ağabeyini deyişimdeki sebep bütün Kanada'nın dünyanın her kaç yerlerinde Uygurlar orada bu desturla kutlamadığımız zaman neymiş kılamayız, kulumuzu demiş ki bana bu kiredik. Hiç kimge bir dünya kaçan bir faaliyet kıla, kandak kıla, nereden bir teşvikat bulsun, avaz kursak emez. Özümüzünkini aile bıçak, ben az aile bıçak kılamadım. Bir sağra kısak, bir de hakkı müşrik kılan bulsak. Ondan diyor ki, Kırılışım, Abdülhamid'e aferin deyme, o başlayan ne de hazır dava kıladılar. Biz müşrik kısak da, müşrik kısak biz kılmıştık. Bir bu sözü kılamadım. Müsoğuk günlerde Kanada'dakilerin müsoğuk günü kılmaktan müşü namayışlarını bir küş alsanlar, ülgü kısanlar hem bir yerde müşü namayışlar kılmamızı. Küçada vicdanımızın güzel, bizim rahat buludur. Hem tikilerimi, 100 kilerlerimiz. Ular bizden demek ümit kütü diken gitmektedir. Germaniyadagi Siemens qatorliq ba'zi yuqori texnikalik dunyoviy sanoat shirkatlarining Xitoy mustabid hukumatining Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchiligiga texnik jihatdan vositalik yordamchi bo'layotgan satchiliklariga qarshi Germaniya jamiyatida kuchli g'ulg'uli paydo bo'lgan. Dünya Uyghur Qurultayi bu vaqtda ko'p qitim bayonot e'lon qilib, Xitoyga kuzatish texnikasi jihatdan yordam berayotgan bu shirkatlarga qattiq norozilik bildirgan.
Hatto bu masala Germaniya federal parlamentida tilga ilingan edi. Dünya Uyghur Qurultayının təşəbbüsü bilan ötən cümə günü Germaniyanın Karlsruhe şəhərində dünya xətar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti, Germaniya kishilik huquq tashkiloti, Turk madaniyat markazi, Tibetlarga yordam qilish tashkiloti, Karlsruhe Uyg'ur mashrifining a'zolari birlikda Siemens shirkatining Karlsruhedagi sho'ba shirkati oldida norozilik namoyishi o'tkazib, bu shirkatni zolimga yantayoq bo'lmaslikqa va Xitoy bilan bo'lgan texnikalik hamkorligini bekor qilishga chaqirdi. Amerika hökuməti tərəfindən qara tizimlikə kirgizilib cəzalaş tədbirləri yolğa qoyulğan atalmış Uyğur Avtonom Raylıq Partikomunun sekretari Çin Juango'nun Şərq Türkistanda yana qandaqdır sosialistik Şinjanның yeni dəvrini bərpa qilish, İslam dinini xitaylaşdırışını küçəytiş deganlarni qayta bozorga selishi chet ellik kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'adi. Tangirtaq to'rining xabariga qaraganda Çin Juango yaqinda o'tkazilgan atalmış Avtonom Raylıq Partiya komiteti yig'inida qilgan so'zida mundaq degan: Atalmış Şinjan'da uzun müddetlik əmilli qurilishida ching turib, Jonghua millati engini shakllantirishga ahamiyat berish. Jonghua millati engi va tarixini Şinjanның kadrlar maarifi, yoshlar maarifi va ijtimoiy maarifga singdirish kerak. Bir gavda bo'lish, millatlar ittifoqlik va do'stlik faoliyati, millatlar ittifoqligi tarbiyasini kuchaytirib, har qaysi millatlarni birlashtirish, Jonghua millati jamiyatining engini cho'nqur yiltiz tatqizish kerak. İslam dinini xitoylashtirishni ilgari surib, oshqullikni tizginlash xizmatlarini yanada cho'nqurlashtirish kerak. Chet ellardagi kuzatuvchilarning qarashicha Çin Juango'ning yuqorqi so'zlari Xitoy hukumatining Uyg'urlarni osmolasiya qilib yo'qotish maqsad qilgan siyosatlarini kuchaytirib ijro qildiganligini ko'rsatib beradi ekan. Shvetsiyadagi vatanparvar aktivistlarimizdan Nabijan Ala apandi o'zi bevosita rejissorlik qilib ishlagan va 2020-yillik Sharq Turkiston Cumhuriyet kunimizda rasmiy tarqatilgan Xo'rlangan vijdon filmi muhojiratda yashayotgan Uyg'urlarning intayin yoqtirib ko'rishiga erishib qolmasdan, balki chet ellik tadqiqotchilarning yuqori bahosiga erishdi. 1933-yili qurilgan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining 87-yilligini va 1944-yili qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetining 76-yilligi munosabati bilan bu yil 11-oyning 13 kuni tarqatilgan 36 minutlik bu film xo'rliqda qolgan bir millatning ovozi bo'ldi. Hozirgacha 30 ming qitimdan ortiq ko'rilgan mazkur film turkcha va inglizchaga tarjima qilingan. Bu filmda lagerlarda izdereksiz g'oyib bo'lgan millionlagan Uyg'urlarning beshidan o'tkazayotgan tragediyalik reallik jonlantirilgan bo'lib, mazkur filmning ishlaguvchisi va qonuniy vakili Nabijan Ala apandi bu vaqtda qilgan so'zida dunyo xalqiga so'zlab tushuntirib bo'lmagan haqiqatni ular bu filmdagi jonliq obrazlar orqali tushuntirishga tirishganligini bayon qildi. Kaliforniya Universiteti Shaw fondining mudiri hamda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Maarif, Ilm-fan va madaniyat tashkiloti irqiy qirg'inchilik masalalari bo'limining raisi Stephen Sims apandi Xo'rlangan vijdon filmi haqida Erkin Osiyo radiosiga o'zining qarashlarini bildirib mundaq dedi: Meningcha bu film Xitoyning navbatdagi Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosatlarning orqa ko'rinishini tushuntirishda muhim rol o'ynaydi. Filmda Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni sababsiz tutqun qilishi, eg'ir qiyin qistoqqa elishi, chet el bilan aloqasi bo'lgan Uyg'urlarni tahdid deb ko'rishi qatorliq jinoyatlari nihoyatda aniq tasvirlangan. Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan krizisini bilmaydigan ko'rurmanlarga nisbatan bu film nihoyatda ustunlik bilan hammani ko'z oldiga tizib bergan. U bu turdagi filmlarning unumi haqida mundaq dedi: Film orqali har soatdagi kishilarga xitob qilg'ili bo'ladi. Kishilar Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotganini xalqaro qonunlarga asoslanganda faqat kishilik huquqni dafsanda qilishli bo'lib qolmasdan, balki yana bir millatni butunlay yo'q qilish strategiyasi ekanligini tushunishi kerak. Men to'xtamay davom qilayotgan bu ichinishli krizisni yoritish uchun qilingan bu tirishchanlikdan bak suyundim. Bu filmning ko'rurmanlarining texmo ko'payishini va ularning navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan og'ir vaziyatga nisbatan tushuncha hosil qilishini umid qilaman. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur Qurultayi Tor televiziyasining YouTube sahifasi 14-noyabr kuni tor cho'moqchilarning hujumiga uchrab taqilib qoldi va sahifamizdagi programmalarning mutlaq ko'p qismi o'chirib etildi. Navbatda Dunyo Uyg'ur Qurultayi YouTube shirkati bilan aloqalashib o'zining sahifasini qaytadan asliga keltirish va bu voqeaning tegitakini aniqlash uchun jiddiy harakat olib bormoqda. Şoňa sahifamiz asliga kelganga qadar programmalarimizni Dunyo Uyg'ur Qurultayining Facebook sahifasidan va YouTube kanalida ichilgan bu vaqtliq sahifasidan ko'ra olaysizlar. Aziz ko'rinmanlar, yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultayi Tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sunduq. Keyingi qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.